Assalamu alaykum. Uyghur televiziyasining aziz ko'rurmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga hoş geldinglar. Bugün biz Nabijan Ala efendim bilan suhbat elib barmoqchi. Nabijan efendim, kanalımız hoş geldiniz. Rahmat, hoş bulduk. Tor televiziya suhbat programmamizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Xitoy raisi Xi Jinping Afrikadagi ziyoratini oxirlashtirib, Beijingga qaytmay, Udul Sharq Turkistonning Urumchi shahriga tushgan. Bu nimadan derak berdi? Rahmat sanırım. Aldı bilen ben bu kanalı teklif kılganlarga yani bir kıtım rahmet etmem. Şunu olan birge o sorgan sualınızı kartta. Hazır matbuatlarda bu Xitayning Xi Jinping'ninki Afrika'dan Udul Sharq Turkistonning Urumchi poytaxtiga berip bu yerda bir qator yig'inlarni qilgan hamma axborotlar kun tartibga kelgan bo'ldi. Buni da hammasi noiti buning harakatidan bu yerdagi ahvolning jiddiyligini, ya'ni Xitoyning u yerdagi yig'in bilan bog'lanish bo'lganligini va yoki Sharq Turkistonning bir yo'l, bir balbog' yo'ldagi strategik o'rnining yana bir qitim noiti muhim ekanligini yana bir qitim ko'rsatgan bo'ldi. Chunki Xitoyning bu qitimqi Afrikadagi bu kesak yig'inlar yig'inidimi bu 5 davlatlar ilib borgan asosli maqsadimi shu nimati. Keyingi yana bir g'aribga qarshi va yoki o'z oldiga bir shaklda bir yo'l ichib bundan keyin boshqa bir shaklda o'zining bir yo'l bilib kuchaytirish uchun bir qilingan yig'in edi bu. Andan keyin uning hamda tuyuqsizlab Urumchi kelishi hozir bunday bir ikki narsani ilgari suryapti. Birisi Sharq Turkiston hozir Xitoy huquqidek Xitoy davatqandek u yerga hali qo'zg'alib ketib olgan Xitoy qarshi turayotgan bir ahvol yo'q. Xitoy bu yerga jiddiy bir kelishning bir sababi oldingi 5 yildagi Uyg'ur erga qirg'inchiligini yana bir qatim ko'zdan kechirish. Chunki Xitoyning Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin bir qo'lliq ijro qilgan bir nimasi bu, projekti bu. Chunki u yerdagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqini yo'q qilmay turib, bu bir yo'l bir balbog'ni o'ngishli ilib borganligi, borolmaydiganligini hamda Xitoyning abadiy bir parchalanib ketmay uzun muddat saqlab qola oladigan birdan bir chiqish yo'lini Sharq Turkistonni butunlay monopol qilish va u yerdagi Uyg'ur boshliq Sharq Turkiston xalqini yo'q qilish. Bu maqsadga yetish uchun bu bir yo'l bir balbog'ni cho'qim mush tarafni ijro qilishni Xi Jinping taxtga chiqqandagi o'z bir qo'lliq bir shaklda bir qo'lliq bir tutib ilib borgan bir projektning birisi. Shunga 2022 yil 7-oyning 12 kuni Sharq Turkistonga shu 2017 yili Uyg'ur qirg'inchiligi lagerini boshlab 5 yil o'tgandan keyin birinchi bo'lak 5 yillik planda 5 yil o'tgandan keyin bu xizmatlarni ko'zdan kechirishga bo'ldi. Andan keyin bu qitim yana tuyuqsiz berishimi bir yil o'tgandan keyin 5 yil xizmat qildi, ikkinchi qitim borgan vaqtida buni degan gap aniq. Cho'qim oldidagi shu nishondan adashmaslik deganni eng nuqta qilib turib, Uyg'ur qirg'inchiligini davomlashtirish, ammo shuni bilan davomlashtirish bilan birga sayohatlikni ichib etish, ana keyin bir yo'l bir balbog'ni boshqa shaklda ilib menish qatorliq mushu yo'lni chingitish va mushu yo'lga texnik odamlarni muqimlashtirish uchun ilib jiddiy qilgan ziyoratning birisi bu. Yana bir nuqtadan aytganda, bu 5 yil jarayonida Sharq Turkistonning muqimligi va lagerlar va bu yerda Uyg'urlarni tutuladigan, kuydiradigan mushu xumdallar olsun, ichki organlarni oldigan doktor olsun, buni qaraydigan har qurolliq saqchi qismlari, harbiy qismlari olsun, bularni boqadigan nurg'un turmalansiga nurg'un mablag' silindi. Bu mablag' nereden keldi desanglar, 19 Sharq Turkistonning 19 Xitoyning ichki o'lkaligi bilib berib etgan, bularning hammasi shu o'zining moliyanisini pul ajratib, shu har biri, masalan, Qashqarni Guangdongga bergan bo'lsa, Guangdong o'lkasi Qashqarning lagerini silishga, adibini o'rlashtirishga hamma chiqimlarni Guangdong o'lkasiga ko'targan bo'ldi degandekda. Mushlar 19 berib etgandan keyin, setib etgandan keyin bu yerdagi bu pullar orqali bularning qurilishini ilib borgan. Endi hozir Xitoyda ko'ryapsizlar, iqtisodiy uy mulkchilikning gumron bo'lishi, anandagi paychikning gumron bo'lishi deb iqtisodiy bir turkum yemirilishlar bo'ldi. Bu yemirilishlar avval nerede ko'rildi desanglar, har qaysi o'lkalarda ko'rildi. Mana buni o'lkaning eng dastlabki
nimesi misali Yunan ülkesi. Xitayning Yunan ülkesi bütünleylam özünün aşı iqtisadiyyatdan konkuş bolganlygını, veyran bolganlygını e'lon qilgan boldy. Bunun bilan birge meyli Xitayning içinde bulayotgan ömürlük ve başka ticaretler ankeyinden mavu Xitayning virus bilen nurgun näsler kapsılıp qılıp nurgun näsler setiş çıkaranmay degendek unustiga xalqaranın Xitaydan mındak asasda zavod karxanalarının ep çıkıp birişi Xitayning iqtisadiga ait çoğun ta'sir qildi. Bu içki taşqi ta'sirinden Xitayning Yunandek ülkeleri mındak veyran buluşqa kiriptar boldy. Bu veyran buluş kiriptar bolgan bilan hamda bu Şarkı Türkistan'a sinovat bu 19 ülkenin iqtisadi ahvalda yemiliş bulamdı bulmamdı. Çünkü Şarkı Türkistan'da mı Xitayning deydi desanglar, yardım berip ülkenin birisi. Çünkü bu yaman namarat deydi. Bir yerde halkımız bir soru soruşu mümkün. Oy bu bizden neft çıkıvasa, altın çıkıvasa, bütün mineral, organik, yarası baylıkman bir 20 ne çıkıldı, bizden çıkılgan dolayı. Neymiş için namarat deydi Xitay diye vaxtıda. Ayadan çıkan baylık, neft olsun, gaz olsun, meyli hem nesi olsun. Xitayning bevosita mana Sharq Turkistonga nimasi kirmaydi maliyasiga. U dul Xitayning Beijingning maliyasiga kirdi. Davlat maliyasiga kirdi. Shuning uchun ayada chiqayotgan kirimni Sharq Turkistonning kirimi hisoblamaydi Xitoy. Xitoy davlatning kirimini hisoblab, mandaq shaklda boshqardi. Shunga bizning qarmay neftligimi biz ishlagan bilamiz. Qarmay neftlik ajratgan pul 1% 2%. Neftning 1% 2%ni bu şekilde xalqning maaşı ve başka ul əsləhələrini küçəytiş üçün ara 2% verir. Bu şimdi 5%'e östürmüzdə biz o vaxtda aşınamı nemisine xitken Xitayla bu şununla 5% östəyən olsa texmi işğal məsələlərinin maaşı aşdı, o dediğin geplər aşmaqlarda biz anlaydık. Demek bunu görürüz oldu ki bütün meyli tarım neftlik olsun Şərq Türkistan'da bütün çıxılan baylıq Xitayның nemisine qaraydı. Xitayning davlat maliyasiga qaraydi. Shunga Sharq Turkiston maliyasiga qaramagichqa Sharq Turkiston maliyasini kambag'al namarat maliya qilib turib, ana keyin boshqa yerdan kirib manda bergan qildi. Shu ayardan chiqqan neft Sharq Turkiston xalqiga yetib oshgan bilan 1 milliard Xitoyga choshgandan keyin uning nimasi naitdi. Kichikroq ketgan gapda persenti. Shunga Xitoy bu narsani ko'z tutib ayarga maliyani ayrim tutayotgan narsa. Shunga Xitayning maliyasida masala ko'rilganligi uchun yana bir nuqtadan maliyani qanday bu bo'shliqni qanday to'ldirma, bo'shliqni to'ldirib hamda yana muqimlikni shu chiqayotgan shaklda buni qanday tadbirni olaman degan nuqtada Xitoy oli bilan kesak yig'indagi davlatlar bilan birlikka bo'lgan 14 milliard Amerika dollari fondi ta'sis qilib ularga bir mablag' berilgan bo'ldi emasmi? Bu mablag'ni chiqarish uchun ve bu yolunu devam kılış için çokum Şərq Türkistan'dan ötüş gerek. Şərq Türkistan'ı çokum kontrol kılış gerek. Şərq Türkistan'ı çokum Xitayning projeki buzulup ketmeydiği en stratejik nokta Şərq Türkistan bolğanlıq için Xitayning birinciden bu yerdeki Uyghur qırğınçılığını davamlaştırış için signal vergiye geldi. Yani birisi iqtisadi boşluğunu to'ldirish için, qanday qilish için bir kelgan bo'ldi. Men bu yerda qarayman. Şərqi Türkistandakı Uyğurlarning e'tiqod qildigan islom dinini xitoylashtirishni davomlashtirish kerakligini ta'kidlagan. Bu nimadan derak berdi? Xitoy endi bizga kelayotgan, yani Xitoy eng yaxshi tushundi men dedim-ku, o'zimning nimalarda da'vatim, programmalarda Xitoy bizni nihoyat yaxshi tushundi. Bizning ortiqchilik kamchiligimizni nihoyat yaxshi egallab, bizni nadim bichit qilishni biladi Xitoycha. Nadim vayron qilishni biladi. Shunga bizni tutib turayotgan diniy madaniyatimiz, e'tiqodimiz mushuni eng yo'qotishni asos qiladi. Agar buni yo'qotayotgan vaqtida men millatni tutib turolmaydi. Men millat bo'yicha o'zini saqlab qolamaydi. Bizning hozirgacha mana 1000 yildan ortiq yerda o'zimizning madaniyatini, kulturini, islom e'tiqodimizni Allohga yaragan shaklda qo'lchiligimizni davom ettirishimizning eng tub sababi medeniyetimizden, beşikler kiyinişlerimizden tatip, doppularimizden tatip, muşların hemmisi bizim İslami nimetin kelgen. Müş doppularımızdan, kırlardan, müşedeki neşkışlarımızdan tatip, kanvay köyneklerimizdeki adlar hemmisi muşu İslam medeniyetini kubul kılan nesler bu çok. Öğütümüzden otur kopap, edep ahlaklığımızda kopuşumuz, yetişimiz, tatip, içişimizden tatip hemmisi İslam medeniyeti Allah Teala Peygamberimiz biz üretken alette biz şunu kabul kılıp şu şekilde davamlaştırıp, şuradaki evlatlarımızı şu şekilde terbiyelep geliyorlar. Şuna bunun arabesi
Xitoy bilan farqimiz qolmaydi bizda. Shunami ya? Xudaylarga yemeklikten ağrımay, halal haramla ağrımay yeyişimiz, anan keyin Xitoylar oturab qopishimiz, aşırı o'xshash harakat qilishimiz. Xitoy buni o'ziga o'xshash qilish uchun cho'qim dindan ayiritish kerak. Shunga bizning qurollarimizni ko'ydirayotganlari, masjidimizni chaqayotganlari, dinni odamlarimizni, dinni zotlarimizni yo'q qilayotganlari mushu. Buni butun üzütümüzde. Şun bunu yo'q qilish uchun Xitoylar bu da yaqinning yog'i shu narsani yapib chiqdi. Uni oldidan battığı böyle Uyg'urlarni ülep ketgandiki musulmoncha dafn qilishni yo'q qilgan. Endi qanday qildi desanglar, partiya a'zolari Uyg'urlarni boshdan partiyaga kirib qasam berib partiya a'zosi degan nomga kirib qolgan bo'lsa, ular ülep ketgan bo'lsa, Xitoyning qanday qo'liga nima taqab, qanday ta'ziya bildirib, miyitni qo'yib, ayda qilgan bo'lsa, Uyg'urlarga shuna qiladi. Agar uning qarshi chiqqan bo'lsa, partiyaga kirganda men partiyaga kirishni oldingi sharti hiç kadar dinga ishonmayman. Partiyadan boshqa ishonmayman deb kirdi-chu. Shunga siz boshda madem o'lgan vaqtda o'lishdan oldida partiyaga kirgan, nima deb qasam berganda, shu qasamni ro'yga asasan partiya a'zosi bo'lsa, cho'qim boshqa Xitoyning ta'ziya nuqtasi bo'yicha qilsiz. Meyitlarni ushdan uzdisiz degan amal yo'q. Uni qilgan. Yana bir nuqtadan islom dinidan ayirib etib, tilimizdan ayirib etish bilan birga bizni Xitoylar qanday qilyapti desanglar, anan keyin Xitoy zihniyati bilan yashasang, aroq ichsang, Xitoy bilan qanday shaklda Xitoydek madaniyatni qabul qilib, ashulaning kiyimini kiyib, ashula bilan o'xshash chanchilik etib, ashuladan yashalsang, sen hayot qolasan deydi. Unda bo'lmasa, seni lagerga solayman, lagerdan o'ngshalmasang, turmaga solayman, turmadan o'ngshalmasang, ichki a'zolaring etib sediyman. Deb mushundan ortiq narsani qilmadi Xitoy. Hem şunu qilib Şununla birga yana birisiga sayohatchilik nuqtasini bir qism shaklda ichib etganda qiyofat kirib turib, hali dunyodagi o'tgangi programmamizda islom allarini ekilish, islom allarini qanday aldayotdi? Hem de dinimizde bir yerde bizga anda yo'qotdi Xitoy. Ini Xitoylisa, islom dini ijrosi, islom dini ko'zining ideyasi bilan birlashtirib, islom dinini xitoylashtirib, islom dinini sotsializmga moslashtirib degan shaklda harakat ilib beryapti. İçideki xalqimizga. Hem de mavi kilovatkan meyli Pakistan'daki İslam birlikleri olsun, ya ki dünyanın başka teşkilatlar, İslam namıdaki teşkilatlar olsun, ya ki İslam ellerinin elçileri olsun, bulan eklegendeki bulağa kandak teşvik kılvatıdı. Bunu en bizim dikkat kılgan noktamız bu için. Ulağı kandak teşvikat elip bir ulağını kandak aldı. Biz hakkını kandak aldığını bilgendiğin keyin, anki onun karta tedbir alanımızda. Ondan sonra bizni DAEŞ'e bağlattı. Bizni o Xitoyning o'zi yasab bergan, o'zi qilib bergan qurol yaraq va yoki boshqa narsalarni mushlar Uyg'urlar qildi, mushlar Uyg'urlar yasadi, mushlar Uyg'ur terrorchilar bir shaklda terrorlik harakatlarini shug'ullantirib chiqqan. Biz bularni bunday qildik. Bular DAEŞ degan dunyoning hammasidan qilgan bir tashkilotga berib, shu yerda a'zo bo'lib, shu yerdan bunday nima qilganligi uchun deb ashlar videolarni ko'rsatib, ashla shaklda qilayotgan harakatlarga qarta biz şu deganda, biz asli DAEŞ qilmagan, Xitoy oldigan, mandaq odamlar diye, bular mandaq shaklda bo'lgan degan nuqtani biz aş aldangan, aldanayotgan islom nimalarga mesela ko'z sarflab buni oldini olgan bo'lsa, nayt yaxshi bo'ladi. Shunga biz Xitoyning xitoylashtirayotgan meyli shu kunzi ideologiyasi bilan birlashtirish olsun, meyli Xitoyning sotsializmni birlashtirish degan narsa olsun, shu ilmiy shaklda bir ichishimiz kerak. Bunu fakat hazır nimeden Abdülhakim İdris Efendim'le dünyanın her kayıtlarındaki İslam elleri, İslam teşkilatlarıyla görüşüp bunu kılmadı. Bu Abdülhakim İdris Efendim'in kılvatkan bu işi yetmeydi şu aslında. Bunun Abdülhakim İdris'tek netçi bir oğlanlarından meydana çıkıp bir şekilde üzerine imkaniyetiyle bunu kılış kılmasak bu Xitoy mavi helbi gelip gidip gidiyordu. Xuddi biz hazır vatanga bormanglar, vatanga borganlar Xitoy manda shaklda qilyapti. Bu Xitoyning aldam qoldi, bu proyektning bir qismi deb xalqimizni buningdan aldam qoldiruvchi uchun to'sayapmiz-ku. Shunga bizmi islom ellarini mushtaq shaklda Xitoyning kimni DAEŞ qilib ko'rsatganligi, kim DAEŞ ichini qanday Xitoy yasab chiqqanligi, bu Uyg'urlarni qanday shaklda uyaga olib borganligini, ularga bir-birlab qanday shaklda deyilganligini, bu shakldagi narsalarni shu DAEŞ aldangan Yevropaning o'zida 30 mingdan ortiq odam bor-ku. DAEŞ xato berib qolgan. Ashunga o'xshagan shaklda mushaning qanday shaklda aldangan bo'lsa, qanday shaklda DAEŞ shaklda berib qolgan bo'lsa, ashar bu Uyg'urlarni Xitoy mushu terrorlik qalbından foydalanish uchun bunday shaklda qilganligini biz yo'ritib berishimiz bek muhimdir. Shunga men ma'ni
ko'rmanlarimizga bir o'xshash bir tushunib kelsin deb Xitoyning qilayotgani qaysi, bizning qila oladiganimiz qaysi degan shaklda bir silishtirib berdim. To'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Xo'sh, sog' bo'ling. Şii G'arb davlatlar tarafidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi deb qaralgan atalmish Sharqi Turkiston siyosatini davomlashtirish orqali G'arbga jang e'lon qilgan. Bu nimadan derak berdi? Xitoy endi bu hozir G'arb bilan Rossiyaning mag'lub bo'lishiga ergishib, Xitoy hozir Shanxay hamkorligida bunday başlamchilik roliga zaten onu qurgan shu ama uning başlamchilik rolini o'tayamayotgan Rossiya Putin bunga asosiyatini kontrol qilib qolgan. Endi hozir Putinning Ukraina urushiga kirib kirishi va Ukraina urushida Putinning her jihatdan xo'rishi va yo'qolish girdobga berib qilishi Xitoy uchun bir fursat yaratdi. Bu qanday fursat yaratdi degan Xitoy o'zini ko'rsatadigan va o'zi bir qo'lliq buni ijro qiladigan rolga chiqdi. Buningda Xitoyga ham nima bor, ziyoni bor, ham foydasi bor. Xitoy Rossiyaning Ukraina urushida davomlashtirishni, ya'ni uzun so'zlashni arzu qildi. Nima deganda Xitoy bundan foyda oladi. Qanday foyda oldi desanglar, bu Rossiya bilan Ukraina urushi amaliyotda Rossiya bilan G'arbning urushi. Ya'ni butun G'arb ellari, chunki Ukraina G'arbga yaqinroq, bu Yevropa tavalliga yaqinroq rayonda bo'lganligi uchun bu rayondagi masalan Germaniya, Fransiya, Gollandiya, Shvetsiya va shunga o'xshash butun davlatlar yordam beradigan davlatlar butunbisi Ukrainaga yordam qildi. Ham beryapti. Şunun bilan birlikte bu urush Yevropa bilan Rossiya bilan G'arb o'rtasidagi urush bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin Xitoy bu urushni qanday qildi deganda, har ikki taraf xo'raydi-ku. Masalan, nima nurg'un mablag' sarflayotdi Yevropa, Amerika nurg'un mablag' sarflayotdi, Rossiya nurg'un mablag' sarflayotdi, nurg'un odam o'lyapti, nurg'un vayronchilik bo'lyapti. Endi bunda bo'lsa ikkili taraf ikki qo'shqa ustsa, o'g'uchiga foyda bo'libdi deb Xitoy bundan foydalanmoqchi. Yani her iki taraf uruşup, her iki tarafdan ok doğru, her iki tarafdan poli, iktisadi ve siyasiga, iqtisodiy ta'sir bo'lgandan siyosiy ta'sir qiluvchi albatta. Unda bo'lgandan bunun da Xitoy bu o'tirliqdagi ma'lumotchilikdan foyda oldi. Xitoy 2001-yili 11-sentabr voqeasida foyda olganda o'zining foydasiga yo'landi degan shu vaqtgi vaziyat uchun Afg'oniston qilgan hujum bo'lsin, bu shekilli. Iroqning urushida o'zining foyda qilgan. Bu da Ukraina urushida o'zining foydasiga yönlendiriyotganligini ko'ryapmiz. Abiyam degandek, hozir ba'zi uchurlar oshkor bo'ldi. Xitoyning Astriddan Rossiyaga har xil jihatdagi qurol, ig'ir qurollar va zapchastlarni ta'minlayotganligi bu oshkor o'tirdi. Bunda bu mazgil ahvolda bu ikkisi urush qo'yib, Xitoy yana bir yo'ldan bir nima hosil qilib, masalan, bir yo'l bir balog'ini qayta kuchaytirish, bir shekildagi dunyoning iqtisodiy to'g'rilayotgan ve işte urushlar kriz solib turayotgan holda o'zi boshqa yoqdan yo'l yechib turib, mayli Afrika davlatlarini qo'lga keltirish olsun, mayli Janubiy Amerika va Braziliya degandek bir o'zi kesik davlatlar qatnashgan davlatlarni ularni ram qilish olsun, Meksika o'xshash bu shekildagi harakatlarni davomlashtiradi. Buning asli maqsadi G'arb bilan bunday sen nima deysan deydigan bir maydon hosil qilish uchun Xitoy. Üzgü meydan hasıl kılış ve Xitoy bilan Yevropa bilan G'arb ellari bilan roburo deyishadigan bir sharoit hazırlash. Bu hazırlığa vaqtida Xitoy uning qarshi tura oladiganligi aniq. Shunga Xitoy izchil turda Afrikaga mablag' silishni davomlashtiryapti. Hozir Afrikaga 12 davlatga mablag' sarfladi. Andan keyin bu ba'zi bir davlatlarning generallarini Xitoyning harbiy lagerlarda apırıp, mekteplarda okutuvadıdı ve bir yer terbiyelep apırıp uruş sıkıvatıdı, özara işki uruşka. Bu harbiy komandalarını terbiyelep yetiştirgenken, Xitayning harbiyce ustu, harbiyce taktik bilen terbiyeleniken bu generallar, komandalar özünün dövletiga bo'lgandan mayli o'qito'g'ri shaklda olsun, harbiy qurol yaraq olsun, mayli taktik jihatda Xitoyning ta'limini olgandan bevosita Xitoyga bog'lanib qoladi. Aniken A devletini tutturish, Xitoy bevosita askar chiqarib, o'zini tutib turish emas, balki aşağıdaki generallar ve prezidentler arqali A devletlerini tutib turish sharoitiga erishdi ve bu devletler arqali G'arb devletleri kuchli bo'lgan bilan Arab devletini qo'llayotgan nimalar devletlar oz emasmi?
Bununla karşı Xitay özünün taraftarlarını çıkıp durup güç hasıl kılış. Yani Garip texnika ve iqtisod jihatda kuchli bo'lsa, odam jihati kuchli bo'lmaydi. Hammani o'zim qaz berib, hammasini qaz bilan bug'ib etib turib, aniga yoki bo'lmasa shunday taktika qurol yaraq yoki bo'lmasa shu davlatni tutib tura oladigan imkoniyatlarni kontrol qilib turib, men bular bilan mana tirkishma degan nuqtada ketib bordi. Buning eng strategik nuqtasi Xitoy mayli o'zining Xitoylarini yana bir nuqtadan Sharq Turkistonning yana bir strategik nuqtasi bir yo'l bir balvalni muqimlashtirib bo'lgan ekan, bu yerda Uyg'urlarni xitoylashtirib bo'ldi, yo'qotadiganni yo'qotib bo'lgan ekan, Tibetning suyini Sharq Turkistonga boshlagandan keyin u Xitoyning mana Senshaning tuvani yaqinida 500 million Xitoy bor. Sensha yerilib ketsa, hukm talqamlab bitgan, suv ostida qolgancha. Bu Xitoyning 200 millionini Sharq Turkistonga o'tkazib chiqmoqchi. Sharq Turkistonning eng kamchil bo'lgan narsa suv. Abiyamqidek Sharq Turkistonning yo'q qilib etgandan keyin ikkinchi narsa suv keladi. Suvni hal qilib etgan keyin Xitoyni ochiq birlashtirdi. Butunlay Sharq Turkistonda Uyg'ur degan narsani qoldirmaydi. Xitoy abadiy ayani egallab yotadigan va ayadi keyin yana bir harakat chiqib qolsin, u yerda o'zining ishsizlamda jumuqtirib o'timi deydigan maqsad yetish uchun bu shakldagi harakatlarni qilyotdi. Ham G'arb bilanmi abiyamqidek G'arbning ideologiyasiga kelmaydiganligini, Rossiyaning ajrashgandan keyin yoki bo'lmasa vayron bo'lgandan keyin Xitoyga navbat kelganligini bilgan Xitoy hozir darhol bir shaklda o'ziga odam to'plash va o'zining chevrasiga bir shaklda kuch to'plash uchun jiddiy harakat qilayotganligi mush kesikda jig'indan ko'rib olamiz deb o'ylayman. Xo'sh. Söhbətimizni bu yerdə axırlaşdıraylı. Axırda Uyğur televiziyasiga vakolatan söhbətimizin yaxşı elib berilishi uchun kuch chiqargan Nabijan apandimga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Görünmələrə sağ salamatlik diləyman. Keyinki sonda görüşkücə aman bulunlar.